Hammaga salom. Siz Anor TV kanaldasiz. Biz bugun ko'rib turganingizdek ChatGPT'ni qanchalik aqlli ekanini ko'ramiz. Bugun bo'lib o'tadigan Real Madrid va Atletico o'yinini ko'rib chiqamiz. Buning uchun biz LineBet ilovasidan foydalanamiz. Albatta, hech qanday kazino targ'ib qilinayotgani yo'q. Shuning uchun bu eksperiment uchun qilinayotgan narsa. Va biz albatta 10 ming so'm tikib ko'ramiz. Chunki katta pul bu risk degani. Bu ham risk aslida. Ya uka chichiyording. Mana ChatGPT'ga kirdik va undan so'radik. Atletico va Real Madridning o'yinini foizlarda ko'rsatib ber deb aytdim va Real Madrid yutadi 45%, durang 30%, Atletico yutadi 25%. Demak biz Real Madrid yutug'iga tikib ko'ramiz. LineBet'da ham ko'rsak bo'ladi. Kupon yig'ib tikib ko'rgandim. Для интереса. Real уже birinchi taymda 2 ta gol urdi. Bu ajoyib. Deyarli Bilbao menimcha yutqazadi deb o'ylayman. Demak, shu bilan ChatGPT'ni nimasi amalga oshadiganga o'xshaydi. Mana ko'ryapmiz o'yinni. Onasini ham shuni 10 ming so'm uchun ko'rib o'tiribman shuni. Mana bu yerda boshqa kupon tuzganlarni ham imkoniyatlarini ko'rib chiqdim. Foizda hammasi to'g'ri kelyapti. Endi faqat kutish qoldi xolos. Ertalab rezultatni ko'rib chiqamiz. Siz uchun bu 1 soniya xolos. Mana aziz do'stlar, yutqazildi. Tonggi soat 9 bo'ldi. Arsenal yutgan, to'g'ri, lekin Chelsea yutqazgan. Real Madrid yutgan, Inter yutgan, Liverpool yutmagan, nishon o'ynab qo'ygan. Shuning uchun u aniq emas. Bavariya yutgan. Demak, ikkitasi xato bo'lib chiqdi 6 ta o'yindan. Bu degani ishonch kerak emas, lekin aslida baribir ham to'liqlikda sun'iy intellekt deb aytib bo'lmaydi. Baribir ham u bot hali to'liq sun'iy intellektlashmagan. Shuning uchun bunday qilish tavsiya berilmaydi. Bu shunchaki eksperiment tariqasida qilingan narsa. Sog' bo'lasizlar.